Go'zallik tashqaridan surtilmandi, u ichkarida quriladi. Qimmat kremlar faqat terining ustida ishlaydi. Meva va sabzavotlar esa qonni tozalaydi, kollagen ishlab chiqaradi va terini ichkaridan davolaydi. Yuzingiz tiniq bo'lishi uchun filtr yoki makiyaj emas, balki toza qon va yaxshi metabolizm kerak. Men pomidorman. Yuzdagi yog'ni nazorat qilaman. Meni yesangiz, teshikchalar tinchlanadi va torayadi. Men bodringman. Agar meni yesangiz, teringizni chuqur namlayman. Men yallig'lanish va issiqlikni sovutaman. Men sabziman. Teringizni quyosh nurlaridan himoya qilaman. Teri rangi bir xil bo'ladi. Men amlaman. Men kollagenni qayta tiklayman. Yuzingiz nuri shu yerdan boshlanadi. Tiniq teriga toza qon kerak. Telefon filtrlari emas. Bularni har kuni iste'mol qiling. Oddiy narsalardan foydalaning. Doimiy bo'ling. Go'zallik bu makiyaj emas. Bu metabolizm. Buni saqlab qo'ying va tanangiz qonunlariga amal qiling.